Diqqat qiling, 1-yanvardan boshlab pensiya va soliq tizimiga oid qator muhim yangiliklar haqida ijtimoiy tarmoqlarda turli xabarlar keng muhokama qilinmoqda. Ayniqsa pensionerlar yer va mol-mulk solig'idan to'liq ozod qilinadi degan ma'lumotlar ko'pchilikning qiziqishini uyg'otdi. Shu masalalarga aniqlik kiritish maqsadida biz soliq qo'mitasi bilan bog'landik va rasmiy tushuntirishlarni oldik. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, pensionerlar uchun mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyoz soliq kodeksining 421-moddasiga muvofiq pensiya yoshiga yetgan barcha fuqarolar uchun turar joy bo'yicha imtiyoz mavjud. Ya'ni pensioner o'z nomida bo'lgan turar joyining 60 kvadrat metrigacha bo'lgan qismi uchun mol-mulk solig'i to'lamaydi. Bu imtiyoz barcha pensionerlarga tegishli, ammo faqat shaxsiy mol-mulk hisoblangan uy-joy va belgilangan 60 kvadrat metr doirasida amal qiladi. Yer solig'i bo'yicha imtiyoz soliq kodeksining 436-moddasiga asosan yer solig'i bo'yicha imtiyoz faqat yolg'iz pensionerlar uchun qo'llaniladi. Qonunchilikka ko'ra yolg'iz pensionerlar deb quyidagilar hisoblanadi. Yolg'iz yashaydigan pensionerlar, faqat voyaga yetmagan farzandlari bilan yashaydigan pensionerlar, nogironligi bo'lgan bolasi bilan yashaydigan pensionerlar. Imtiyozdan foydalanish tartibi: ushbu imtiyozdan foydalanish uchun pensioner soliq organlariga quyidagi hujjatlarni taqdim etishi lozim: pensiya guvohnomasi yoki pensiya jamg'armasi tomonidan berilgan ma'lumotnoma, mahalla fuqarolar yig'inidan olinadigan yolg'iz pensioner ekanligi haqidagi ma'lumotnoma. Soliq qo'mitasi ta'kidlashicha, mazkur imtiyozlar avtomatik ravishda emas, balki fuqaro hujjatlarini taqdim etganidan so'ng amalga oshiriladi, deyiladi xabarda.